بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. إذا زلزلت الأرض زلزالها Zemin qattiq tavritilganda, وأخرجت الأرض أثقالها zemin qo'ynidagi yuklarini, ya'ni madanlar, o'tlar, o'liklarni chiqarganda, وقال الإنسان ما لها inson, ya'ni kafir, onunğa, ya'ni zeminga nim bo'ldi deganda, يومئذ تحدث أخبارها bu kunda zemin o'zining xabarlarini, ya'ni uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. بأن ربك أوحى لها Uning ma'lum qilishi Rabbining uni shunday qilishga amr qilganligidandir. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish, ya'ni natijasiga erishish uchun top-top bo'lib tarilib ketadi. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Kimiki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره Kimiki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini tortadi.